Joylarda aholi murojaatlarini tizimli o'rganish, saylovchilar bilan ochiq va bevosita muloqot olib borish, hududdagi dolzarb masalalarni aniqlash hamda ularning yechimiga ko'maklashish mahalliy kengash deputatlari faoliyatining muhim yo'nalishlaridan biridir. Bugungi kunda deputatlik faoliyatiga qo'yilayotgan asosiy talab ham aynan natijadorlik bilan bog'liq. Ya'ni saylovchilar tomonidan bildirilgan taklif va murojaatlar o'rganilib, tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda ularning amaliy yechimi ta'minlanishi muhim. Xalq deputatlari Payariq tuman kengashining 12 Yangiobod saylov okrugi deputati Nargiza Parmanovaning faoliyatida ham ushbu tamoyillar ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Saylov okrugida aholi bilan muntazam uchrashuvlar tashkil etilib, fuqarolarni qiynayotgan masalalar joyiga chiqqan holda o'rganilmoqda. Murojaatlarning mazmunidan kelib chiqib, ularni hal etish bo'yicha tegishli mutasaddi tashkilotlar bilan hamkorlik yo'lga qo'yilmoqda. Shunday masalalardan biri hudud ichki yo'llarining holati bilan bog'liq edi. Aholi tomonidan yillar davomida ko'tarilib kelingan ushbu muammo hududda transport qatnovi, piyodalar harakati va kundalik ehtiyojlar bilan bog'liq qator noqulayliklarni yuzaga keltirgan. Masalaning o'rganilishi va tegishli tashkilotlar bilan olib borilgan hamkorlik natijasida ichki yo'llar ta'mirlanib, foydalanishga topshirilmoqda. Natijada yuzlab xonadonlar uchun transport qatnovi yaxshilanyapti. Piyodalar harakati uchun qulay sharoit yaratilmoqda. Eng muhimi, aholining uzoq yillar davomida bildirgan murojaati amaliy natija bilan yakunlandi. Bu kabi ishlar deputatlik faoliyatining faqat vakillik vazifasi bilan cheklanmasligini ko'rsatadi, chunki hududdagi muammolarni aniqlash, ularning yechimi bo'yicha tashabbus ko'rsatish va jarayonni nazorat qilish ham xalq vakilining muhim vazifalaridan biridir. Menga biriktirilgan hududda 4 ta mahalla bo'lib, shulardan biri Bahor mahallasi, Yangiobod mahallasi, Madaniyat mahallasi va Sho'rtepa mahallalari bo'lib, mahallalarda juda ham aholi zich joylashgan. Biz deputatlik faoliyatimizni boshlaganimizdan mahallalarga tinimsiz tashrif bilan boramiz. Aynan Bahor mahallasida esa dastlab tashrifimizda yo'llar bo'yicha va bog'cha bo'yicha murojaatlar tushgan va o'sha o'rganishlarimiz borib, joyiga chiqib, o'rganib, muammoni sessiyada ko'tarib chiqib va yo'llarni ta'mirlanishiga erishdik va bitta tadbirkorlik subyektini faoliyatini boshlashiga sababchi bo'ldik. Ushbu maktabgacha ta'lim tashkilotida bugungi kunda 50 nafar tarbiyalanuvchi tarbiyalanyapti, 4 nafar xodim ish bilan band bo'ldi. Bu albatta o'sha xonadonlar farovonligiga, jamiyat farovonligiga hissa qo'shadi deb o'ylayman. Yangiobod mahallasida ham ko'chalar, simyog'ochlar va maktabgacha ta'lim tashkiloti yangilanishiga erishdik. Jumladan 18-davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti ham tashabbusimiz bilan yangitdan rekonstruksiya qilinib, faoliyatini bugungi kunda davom ettirib ishlab bormoqda. Men deputat sifatida faoliyatimni boshlaganimdan so'ng har hafta mahallalarga borib, mahalla yetkiligi bilan, mahalla raisi bilan yuzma-yuz uchrashib, mahalladagi mavjud muammolarni o'rganamiz. Jumladan Sho'rtepa mahallasida yashovchi fuqaromizning 7 yashar farzandi inklyuziv ta'limga muhtoj ekan va qolaversa, u onasi tarbiyachi bo'lib ishlaydi. Har kuni maktabga 500 metr masofaga ko'tarib boradi bolani. Bizga o'sha aravacha masalasida murojaat qildi. Uni ham tegishli tashkilotlarga xat chiqarish orqali ijobiy tomonga hal qildik va aravacha olib berdik. Bolacha bugungi kunda maktabga o'sha aravacha bilan qatnayapti. Yangiobod mahallasidagi 10-umumta'lim maktabi davlat dasturi asosida rekonstruksiya qilinib, joriy ta'mirlanib, bugungi kunda u ham zamonaviy maktab qiyofasini o'zida mujassam etib, juda chiroyli faoliyatini boshlash arafasida mana bu yangi o'quv yiliga tayyor. Biz deputatlarning asosiy vazifalaridan biri muhtaram prezidentimiz tomonidan chiqarilgan qaror va farmonlarni joylarda ijrosini nazorat qilish, sifatini nazorat qilishdan iborat bo'lib, har bir chiqarilgan qaror, farmonlarni mahallalarda qay darajada amalga oshyapti, qay darajada sifatli yo'lga qo'yilishini nazorat qilib va amalga oshishi, ijrosini ta'minlashga mahalla yetkiligi bilan harakat qilyapmiz. Bularning hammasi xalqimizning farovonligiga, yurtimizning ravnaqiga hissa qo'shadi degan umiddaman.
Deputat faoliyatida holibandligi va tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash masalalari ham alohida o'rin tutmoqda. Bugungi kunda hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish, fuqarolarning o'zini o'zi band qilish uchun imkoniyatlarni kengaytirish, yangi ish o'rinlarini yaratish hamda ijtimoiy xizmatlar ko'lamini oshirishga qaratilgan tashabbuslar izchil amalga oshirilmoqda. Komila Aliqulovaning faoliyati bunga misol bo'la oladi. U o'z tadbirkorligini yo'lga qo'yib, nodavlat maktabgacha ta'lim tashkiloti tashkil etgan. Bugungi kunda bu yerda bolalarga ta'lim va tarbiya berilmoqda. Mana Bahor mahallamizga 2025-yildan boshlab mana shu uy bog'chamizni faoliyat yuritib kelyapti. Bu bog'chani yuritish uchun men avval ishsiz edim. Mahallaga bordim, mahallalar bilan maslahatlashdik. Ular yordam berishni aytdi menga. Keyin deputat opamiz bor ekan, Nargiz opa. O'sha bilan uchrashtirdi, gaplashdim bu kishi bilan. Bu kishi menga yordam berishni aytdi va birgalikda yordam qildi mana shu bog'chamning ochilishiga. Rahmat bularga kattagan. Mana bog'cham 50 o'rinli, to'liq bola bilan qamralgan bog'cham. Qo'ldan kelgancha sharoitlar qilganmiz hozir. Bog'chamda rus tili, ingliz tili fanlari bor. Bolalar juda ham qiziqqan, chanqoq bilimga. Mana bugun 16 ta bolani xayr bog'cha qilib maktabga kuzatdik. Yaxshi, bolalar bilim olishi yaxshi, hammasi yaxshi. Endi mana shu bog'chamni kengaytirish rejamda 75-100 o'rinli qilish niyatim bor. Shunga talab bor bog'chamda, ota-onalar tomonidan. O'shani kattalatmoqchiman. Mana prezidentimiz tomonidan tadbirkorlarga juda ham ko'p qulayliklar yaratilyapti. O'sha qulayliklardan foydalanish maqsadida mana mahalla yettiligi, deputatlar yordami bilan men tadbirkorligimni rivojlantirdim, yo'lga qo'yib oldim. Ishsiz ayollarni ishga jalb qildim. Endi yana kelajakdagi rejalarimiz mana shu mahalla yettiligi deputatlar bilan birgalikda maslahatlashib, yanada ishchi sonini oshirib, ishsizlarni ish bilan qamrab olish maqsadimiz bor. O'shalarning yordami bilan, ko'magi bilan albatta buni rivojlantiramiz, faoliyatimizni kengaytiramiz. Shuningdek, deputatlik faoliyatining samaradorligi faqat amalga oshirilayotgan loyihalar yoki alohida murojaatlarning hal etilgani bilan emas, balki aholi bilan muntazam va tizimli muloqotning yo'lga qo'yilgani bilan ham belgilanadi. Chunki hududdagi har bir masala o'ziga xos yondashuvni, eng muhimi uni bevosita joyida o'rganish va mavjud muammoning sabablarini aniqlashni talab etadi. Aholi bilan uchrashuvlar davomida bildirilayotgan murojaat va takliflar aynan shu jihatdan muhim. Ular hududdagi real holatni aniqlash, aholining ehtiyojlarini to'g'ri baholash va ustuvor vazifalarni belgilash imkonini beradi. Bir hududda yo'l va transport infratuzilmasini yaxshilash masalasi dolzarb bo'lsa, boshqa hududda aholi bandligini ta'minlash, tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish, ta'lim va ijtimoiy xizmatlar sifatini oshirish kabi masalalar ustuvor bo'lishi mumkin. Shu bois deputatning saylovchilar bilan bevosita muloqot qilishi, muammolarni joyiga chiqqan holda o'rganishi, ularning yechimi bo'yicha tegishli tashkilotlar bilan hamkorlik qilishi va ko'rilayotgan choralar ijrosini nazoratga olishi muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday tizimli yondashuv bir tomondan aholi murojaatlarini o'z vaqtida ko'rib chiqilishiga xizmat qilsa, ikkinchi tomondan hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga taalluqli masalalarni aniq belgilash va ularni bosqichma-bosqich hal etish imkonini beradi. Natijada deputatlik faoliyati faqat vakillik vazifasini bajarish bilan cheklanmay, hududdagi real o'zgarishlar va aholining kundalik hayotida aks etayotgan amaliy natijalar bilan mazmunan boyib boradi. Mahallamiz raisi bizga bosh bo'lib, mana shu qishloqlarni obodonlashtirish, yo'llarni tozalash, asfalt yotqizish, mana shu ishlar bilan qo'limizdan kelganicha yordam qilyapmiz. Yo'llarimizga asfalt yotqizish jarayoni boshlandi. Shu jarayonda qishloqlarimiz obod bo'lib, daraxtlarni oqlatyapmiz. Mana deputatlar yordami bilan birga har bir xonadonga kirib, xonadonlar sharoitini o'rganib, qo'ldan kelganicha imkoni boricha yordam qilyapmiz. Maslahatimizni beryapmiz. Mahallamizda asosan 2 ta ko'cha shu deputatimiz tufayli shag'al yotqizildi. Hozir tekislanib, asfalt bo'lishga tayyorlandi. Eski quvurlarni olib tashlab, yangi quvurlar o'rnatdik. Asosan hozir ko'chalar tayyor bo'ldi. Prezidentimizning e'tiborlari tufayli mana shu jarayonlar amalga oshirilyapti. Mana mahallada 3 ta nuroylik bo'lib ko'chalarda bo'lib olganmiz. Har kuni kirib xonadonlarni o'zgaryapti. Hovlisini oldini, hovlisini ichini tozaligini saqlash, ko'chani ozada saqlash ishlarni olib boryapmiz. Kunda bo'layotgan bizlarning aylanishimiz ertalabdan
xonadonma-xonadon yurib, kam ta'minlangan oilalar bor. Ularga kirib chiqamiz. Prezidentimiz tomonidan kam ta'minlangan oilalarga stol, kiyim-bosh va sport kiyimlari, oyoq kiyimlar hammasini tarqatib, mahallamiz boshlig'i bilan birgalikda nuroniylar tarqatib chiqib hisobotini berdik. Hozircha mahallamiz tinch. Tumanimizda ham juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Jumladan mahallamizda ham mana katta trassamiz, Chelik Kattaqo'rg'on yo'nalishida mana asfaltlar yotqizilib boshlandi, yarimlari qariyb tugatildi. Mana tumanimizda mana shu Al-Buxoriy majmuasi joylashganligi uchun albatta chet eldan juda ko'p mehmonlar keladi. Atrof chetdagi qishloqlar, mana shaharlarda aylanib ko'rib, albatta bizning mahallamiz ham shu tufayli shu chetdan kelayotgan mehmonlarga ko'rsata biladigan chiroyli bo'lish uchun mana shu harakat qilamiz. Bugungi islohotlar jarayonida xalq vakillik organlarining faoliyati ham yangi mazmun bilan boyib bormoqda. Mahalliy kengash deputatlaridan hudud manfaatlarini ifoda etish bilan birga ijtimoiy-iqtisodiy masalalarga faol munosabat bildirish, aholi murojaatlarini o'rganish, muammolarning yechimiga ko'maklashish va deputatlik nazoratini samarali tashkil etish talab etilmoqda. Zero deputatlik vakolati avvalo xalq ishonchidir. Bu ishonchni oqlash esa saylovchilar bilan doimiy aloqada bo'lish, ularning manfaatlarini himoya qilish va bildirilgan murojaatlarni amaliy natijaga aylantirish orqali namoyon bo'ladi. Shu ma'noda bugungi deputat faoliyatining asosiy mezoni qabul qilingan qarorlar yoki o'tkazilgan uchrashuvlar soni emas, balki ana shu ishlarning inson hayotiga ta'siridir.